Assalomu alaykum Gulbozor Rus kanali obunachilari. Mana yangi narsalar kelgan. Hop, bu ilyar kuni keluvdi. Bugun video qilyapmiz. Endi sekin-sekin boshab. Hozir sekin bitta narxini qo'ldan kelgancha aytib, tushuntirib o'tib ketamiz. Kameli 50 ming yoki 45 ming. Pushti ochiladigani. Boyu 35, 40, 50 cm. Mana qizil ochiladigani. Bu ham 50 ming so'mdan. Mana qizil ochiladi. Kelib bemalol tanlab olsanglar bo'laveradi. Hop, bu yerdan ikkinchi kameliya, bu kattasi bo'ladi. Bu 190 ming, 180 ming atrofida. Aromatnisi mana shu bo'ladi. Pushti. Och pushti bo'ladi. Mana bu to'q pushti bunisi. Baş 190 ming, 180 ming atrofida bo'ladi. Mana kichkina razmerdagi 1 metrlik archa, santimetrni aytib o'tib ketaylik. 80 santimetrdan 1 metrgacha. 125 mingdan. O'tgan safar 110 mingdan sotuvdik. Hozir yo'l kira ko'tarilib ketganligi uchun hisob shunaqaga chiqqan. 125 mingdan xonaki havoni tozalaydigan archa mana shu bo'ladi. 1 metr, 80 cm, 90 cm. Kelib o'zingizlar yoqqan tanlab olsanglar bo'ladi. Kimgadir uzunroq, kimgadir kaltaroq yoqadi. Ko'pgina bundan ham. Hop. Bu yerda keyingi narsa 110 ming yoki 100 ming. Difinbahya white etna. Bu yerda mana Difinbahya. Bu 145 ming yoki 140 ming atrofida bo'lsa kerak. Sanseveriyalar mana shular qoldi. Boshqa sortlarni suyab qoldim. Mana bu bor ekan, keyin kichkina varianti. Bu ham aniq narx Telegram kanalida. Singonimni manaqasi kelgan 25 ming so'mdan. Ajoyib. Bunaqa boshqacha yangi sortlardan. Bundan ham 5 kaseta bor. Bu yerda Aglanema Kret. Eng kattasi mana. Yog'ini qattiq. Peshnisi o'tgan safaridan safar yetmay qolgan edi, mana bu safar mavjud, juda ko'p. Diamond, Aglanema Diamond. Bu hop 100 ming yoki 95 ming atrofida yo 90 ming bo'lsa kerak. Kursda 7 tadan 8 ta, 9 tagacha chiqadi. Kelib xohlasanglar kam kursligini, xohlasanglar ko'p kursligini tanlab olsanglar bo'ladi. Mash turishi 50 cm. Bu yerda Papatnik Aspelinium. Bu ham 100 ming so'm yoki 90 ming atrofida. Mana shunaqa holatda. Keyin mana Dekabris 40 ming so'mdan. Bu oqi, bu yerda mana malinoviy qizili, bu yerda novot rang sarig'i, mana bu yerda pushti qizili, bu yerda mana oq ochilgani mana. Bunday qilib ko'rsatsa o'ta go'zal ko'rinadi. Mana miksi Duboy svetidan bor. O'zi 5 xil, 6 xil bo'lsa kerak bu narsani. Mana oppoq shaffofi mana shu bo'ladi. Oppoq ochiladigan. Mana novot ochiladiganlar bir xil standart 40 ming so'mdan. Oqti guli mana. Uchida pushti bunaqasi bo'ladi. Yoki bambuk mana bu. Bunaqa holatda ekan. Karabel. Narx Telegram kanalida. Bilmayman buning narxini. Jasminlar 65 mingdan. Ham havo tozalaydi, ham aromat chiqaradi. Buni hozir kattasi ham bor. O'ta dahshat, ko'rsataman ham. 65 ming bu kichkina razmi. Shincha ko'p bundan ham. Bemalol kelib tanlab olsanglar bo'ladi. Aglanema. Bu ham qanaqadir sunetdan yo'q, sunetdan emas. Pink bir balo dedi buni. Bu ham mana 100 ming atrofida. Lekin zamiyalar biz klientlar esa yaxshi ko'radigan kichkina zamiyachalar. 40 ming so'mlik. Hop, mana xlorofitumda manaqa sovta. Bu ham narx Telegram kanalida. Pushtilari mana. Pushti kameli bu ham. Qizil kameli.
Aglanema Krit har doimgidek katta kelgan bambuklar 35 mingdan standart. Mana shular qoldi. Hop. Sifat film tagi 3 taligi. Bu 80 ming yoki 75 ming bo'lsa kerak. Mana gullari endi taydan yorib chiqyapti. 3 talik bo'ladi. Mana bu 45 minglik oqi. Ha, qora banklisi oq gulli demoqchi edim. 45 minglik razmer bu. Hop. Mandarin. Bu 115 ming yo 100 ming atrofida bu. Sarg'ayib pishyapti. Hozir bu mandaringa ham 3 xil, 2 xil kelgan, uni ham ko'rsatamiz. Mana 70 mingdan 80 mingdan Leo'da o'ta pishnisi. Maki ko'p, o'ta pishnisi kelgan. Bu yerda sifat film shu. Dekabris standart 40 mingdan. Mana chiroyli qilib ochib qo'yishibdi mana. Maza qilib ko'raydi. Qip-qizil malinaviy bo'lib ochiladi. Hop. Mana yana. Tiplisiga kelib bemalol o'zingizlar yoqqan tanlab olsanglar ham bo'laveradi. Aylanib toza havoda bahridaliklar yozilib ketadi. Videoga like bosib qo'yasizlar ekan. Rashin akam aytayapti. Mana Sanseveriya, Krit, keyin mana Papertni kelgan. Mana bu pushti paper, bunaqa dekabris ham bor. Bunaqa sort. Hop, noyob narsalar. Alakaziya 520 ming so'm yoki 500 ming. Shunaqa atrofda. Bu yerda mo'xda ham 6 xil, 7 xil bo'pti mo'x. Tepada ham bor. Torf kelgan. Torf nech pul Abdullo? Torf nech pul kichkina? 35 mingdan, Apora 25 ming. Naryoqda bor undan ham. Keyin mana Spagnum kelgan. Mana shunaqa holatda. Ular tanlangan gullar. Mana noyob sort ekan bu ham. Monstera Monkey'da varigatnisi. Mana shular qopti. Hop, metda Peres ekan. Dekabris. Mandarin bu yerda go'zal holatda bor. Nariyoqdan shuni ko'rsatamiz. Diamond. Sara mana opa, keling. O yerga to'kilganlardan olyapti, maylimi? Ha, olavering. Sarig'i mana qator dedi opa. Mana sarig'i mana opa. U sarig'i g'unchasi sariq bo'lmaydi, qizg'ish bo'ladi o'zi. Manaqa novot rang ochiladi opa. Mana. Ha, yo'q, shuni ko'rsatgansizlar uni. Nech pul qo'yibmiz? 40 ming. Ha, 40 ming. Mana u ash qatorda turibdi opa. U tugadi opa, tugadi. Hop, mana Jasminda kichkina razmeri, mana katta razmeri. Kattasi Abdullo Jasminning kattasi nech pul?
860 mingmi necha pul ham dedi. Ana Telegram kanalida 5-10 mingga ransa qilishi mumkin. Hop, mana Gardenia bu shtamp 60 ming, 65 ming. Metta manosi buni 65 ming, 60 ming atrofida. Tagi kusti ko'pida. Zamiyalar. Zamiyani ochilishi mana ko'pchilik biladi. Kunkuvat bu mandarin narxlari hammasi Telegramda. Pishgan holat bunaqa bo'ladi. Mandarin bu. Hozir bittasi bor. Ravshan akam kelibdi. Tushuntirib beradi o gullar. O kofe. Azale 55 ming, 50 ming. Maham akamiz, Maham aka, assalomu alaykum. Kechmisiz aka? Boshla. Barakadan al. Ha? Pishdi yo'q. Ashinga onlayn promo ko'rsatyapman-da hozir. Hozir aka motomoni. Qizili yo'q. Qizili yo'q, yaxshi emas-da. Aka, shuncha yaxshi bo'lsa men sizga zo'r qilib ko'rsataman. Mana aka. Bo'ldi. Mana shundan 4 ta qilsam bir xildan. Mana artalarni aka ochib qo'yapman mana hozir sizga mana albatta. Живой, sotuv. Biz ba'zi ertalab soat 9:30 dan kechki obeddan keyin 4:30 gacha ishlaydi, bilasizlar. Mana hozir Lokatsiyamiz Andijon shahar, yopiqda mana. Kamolot ko'cha, Bobur sanatoriyasining ko'chasi. Telegramda lokatsiya bor. Bo'ldi. Mana shundan 4 ta aka. Mana holat ochilgan, prosta ochmasdan jo'nataman mana. Ko'ryapsizmi holatni? Ochilgani. Bo'ldi. Mana prosta mana ochmayapman xolos. Mana holat. Bo'ldi. 4 ta bundan, 4 ta kameradan, kattadan. Bo'ldi. Qolganlarni qilib qo'ydim. Jami 2 million, hozir 320 ming bo'ldi. Bo'ldi aka, hozir olib ketgani keldi. Yangiligini asli tashlaganlarim hammasi borsa, dekabristlar mana so'ragan dekabristlar bor. Ha, buni aka dollardan kelib qo'ydim, o'tiralardan. Nega aka jasmin degan gul bor, hidi borami? Mana kattasi nechi bor? Akaga mana shu kafega. Assalomu alaykum. Buncha ko'rishyapti aka, ha. Bizimiz landshaftlar bo'lyapti-kana. O'zi YouTube'ga ketyapti bu. Ha, mana aka. O'zi gapi tugab gapirib beraman. Ya mama sovuqdan turaladimi? Yo'q, turmaydi aka. Zallarda o'qishlarda turaveradi. Hidi o'xsham aka bomba mana. Hidi o'ta kuchli, boqaling. Mana narsa haqida ma'lumot bering aka. Hozir mana aka bilan olib qoling. Bo'ldi. Tezlashing. Hidi o'ta kuchli. Bundan ham qo'shing, qo'shmaymiz 250. Mandarin. Klient bilan gaplashyapti hozir. 313 kimni emas. Amerika. Yo'lda olib qo'yasiz. Bu kishilar arzon. Bundan mana ya. Mana shu aromat nesi bo'ladi? Aka mana bu 4 tani. Hidi o'ta go'zal. Aka ana nargis qanaqa ekan? Hozir. Bo'ldi mana aka. Ko'rasiz ko'rgan gulda.
Unchalar o'ta go'zal. Bu o'tgan safar kelgan kratonlar. Buni hop 120 mingdan beri olamiz. 225 ming, 230 ming sotilgan. Ozgina bitikda bayk chiqarib yaxshi olib qoldi. Azaliyalar 50 ming, 55 ming atrofida. Yaxshimisiz aka? Andijon ko'chalarini lanshat qilib ajoyib holatda. Assalomu alaykum. Chiroyli qilib. YouTube'damisiz? Ha, mana mandarinda. Xususiyatini anaqasini gapirib bering, bo'ldi, tamom. Bu dalinani tushiradi. Dalinasi bolalarga, masalan, xo'jayinlar, yosh kattalar biladi bu narsani. Dalina bilan haligi qiylan ekanlarga. Deysa nordon. Buni tagiga misol kunda masalan 2 marta shakarli suv quyib bersa, bundan mevasi o'ta shirin bo'lib, mana bozor sotayotgan mandaringa aylanadi. Hozir deysa nordon. Buni yeb ham ko'rsatishimiz mumkin. Toza mandarin. Bunga shakarli suv quyilsa, birpasda raqasini ta'mini o'zgartiradi. Bo'ldi, rahmat katta aka. Mana. Bo'ldi, men mana aka. Tanlab olsanglar bo'laveradi bemalol. Narx Telegram kanalida. Mana g'uj meva. Kimdir ochib qo'yibdi. Shunaqa holatda. Assalomu alaykum. Aka, tinchlikmi? Assalomu alaykum. Rahmat. Mana orxideyamiz bor. Telegramda qo'ygan orxideya. Abdulla ama sotilmadimi? Bu manaqa go'zalida, mana qarang, bitta tupda manaqa. Hop. Buni ochib turib alohida Instagram kanaliga chiroyli muzikalar bilan video qilib qo'yib qo'yamiz. Aporalar bor. Ana bor. Kichkina zamiya. Jasminlar bor, ana kumkuvat, katta razmer. Bu havayalar matka, ko'pchilik shuni YouTube'da boshqa videolar kommentariyada so'rabdi. Nimaga bu yerda turibdi deb. Bu matka yerda turadi. Mana taylari ko'pgina olib ketgan. Shunaqa holatda. Bitta kofelar. Abdulla, shunday telefonini berib turib, Instagram kanali ko'rsatib ber. Bo'pti, Instagram kanali shunday ko'rsatib. Keyin ko'rsata olasiz. Bo'pti. Shunaqa holatda bemalol kelib tanlab olsanglar bo'laveradi. Lokatsiya Telegram kanalida bor.